u ishonch bilan startni bosdi. Ammo u bilmasdi keyingi bosqichlarda uni qanday dahshatlar kutib turganini. Buyruqqa asosan D sinf xodimi o'yinni ishga tushirdi. Pultni ushlagancha o'yin boshlanishini kutardi. Iltimos, menyudagi ko'rsatmalarni ovoz chiqarib o'qing. D sinf xodimi tomog'ini qirib, qo'llanmani xuddi teleshou boshlovchisi kabi o'qidi. Professor Golning dahshatli qo'rquv challenji. Bu butun oilani xursand qiladigan realistik va qo'rqinchli action o'yin. Telbadaho Professor Gol bu fantastik challenge-da o'zini zehni, matonati va kuchini sinab ko'rmoqchi bo'lgan hammani taklif qiladi. O'yin juda ham oson. Qilishingiz kerak bo'lgani faqat yakka yoki do'st bilan o'ynashni tanlash. Keyin esa qo'rqinchli sarguzashtda bosqichma-bosqich tirik qolishga harakat qilish. O'yinni boshlagach, uni istalgan yerda o'ynashingiz mumkin. Uyda, ko'chada va hatto maktabda ham. Qachon va qayerda bo'lmasin, Professor Golning dahshatli mavjudotlari sizni topadi. Ko'ngilxushlik aslo tugamaydi, lekin ehtiyot bo'ling. Professor Gol bir so'zli odam. Siz bu challenge-ni qabul qilsangiz, kimdir g'olib bo'lmagunicha uni tashlab keta olmaysiz. O'yinga butun tanangizni bering va siz shahardagi eng zo'ri bo'lasiz. Agar yutqazsangiz, taqdiringiz Professor Golniki bo'ladi. Bu challenge-da qo'shimcha jon va ikkinchi imkoniyat mavjud emas. Game over va sen tamomsan. Men o'ynagan o'yinlardan juda qiyin yoki boshqacha bo'lmasa kerak. Albatta eplayman. Ajoyib, boshlashingiz mumkin. Esingizda bo'lsin, sizning o'yiningiz tadqiqotlar uchun yozib olinadi. Va u ishonch bilan startni bosdi. Ammo u bilmasdi keyingi bosqichlarda uni qanday dahshatlar kutib turganini. Hammaga salom, men o'chirg'ichman. Bugun men sizlarga SCP fondining xavfsiz sinfidagi obyekt SCP-1315 haqida aytib beraman. SCP-1315, boshqacha nomi eng qiyin o'yin. Ko'rinishidan Shimoliy Amerikaning standart Nintendo Entertainment System, qisqacha NES konsolining video o'yin kasetasi bilan bir xil. Kaseta kulrang plastikdan yasalgan va kelib chiqishi noma'lum. U bilan kelgan o'yin qo'llanmasiga ko'ra, o'yinning nomi Professor Golning dahshatli qo'rquv challenge. Tarifiga ko'ra, ikkitagacha o'yinchilar uchun o'ta realistik va xavfli action o'yin. Kaseta NES konsoliga o'rnatilganda qora oyna paydo bo'ladi. U yerda bir yoki ikki kishilik rejimni tanlash mumkin bo'lgan oddiy menyudan boshqa hech narsa yo'q. Har ikkala tugmani bosish ham bir xil keyingi oynaga olib boradi. Keyingi oynada o'yin pultini ushlab turgan odam rostdan ham o'yinni o'ynamoqchiligi so'raladi. Agar yo'q tanlansa, o'yin yana rejim tanlash menyusiga qaytadi. Ha tanlansa, baland tovush va bo'sh qizil oyna paydo bo'ladi. Bundan keyin ekranda boshqa hech narsa chiqmaydi. O'yin boshlangandan keyin tugmani bosganlar qiyinlashib boruvchi dahshatli challengening ishtirokchilari deb belgilanadi va o'yin haqiqiy dunyoda paydo bo'ladi. O'yin elementlari faqatgina o'yinchiga ko'rinadi. Bu challenge bosqichlar davomida o'yinchilarni har xil maxluqlardan qochish yoki jang qilishga undaydi. O'yin boshlanganda o'yinchilar yutmagunicha yoki yutqazmaguncha o'yinni to'xtatish imkonsiz. Konsolni o'chirish o'yinchilarni shunchaki o'yindan yordam olishlarini bloklaydi. O'yin maydonini jismonan tark etish qiziq hodisaga sabab bo'ladi. O'yin o'yinchining yangi joylashuvigacha unga ergashadi. Agar o'yinchi bosqichdan o'ta olmasa, o'yindagi dushmanlar tomonidan qo'lga olinadi. Bu o'yinning tugashiga sabab bo'ladi va o'yinchilar g'oyib bo'ladi. Hozircha o'yinchilar yutqazganidan keyin qayerga borishlari noma'lum. O'yin qo'llanmasida ko'ngilxushlik aslo tugamaydi deyilgan va o'yinni tugatish uchun nechta challenge bajarilishi kerakligi ham aytilmagan. Agar o'yinni tugatish imkoni bo'lsa, shunga qaramay, D sinf xodimi 33-bosqichgacha yetib keldi. O'yinni boshlagandan keyin butun fond hududi D sinfining o'yin maydoniga aylandi. Dastlabki bosqichlarda xodimni ta'qib qiladigan va qo'rqitadigan turli xil mavjudotlar paydo bo'ldi. Bu mavjudotlarga zarar yetkazuvchi foydali qurollar ham yaqin atrofda paydo bo'lardi. Ammo 7-bosqichda o'yinchiga hech qanday qurol berilmaydi. Yetmaganiga uni ikkita g'arazli niyatdagi kimsalar ta'qib qiladi. Birida bolg'a, boshqasida esa zanjirli arra. Nima? Quruq qo'l bilanmi? Axir bu adolatdan emas. Omadi kelib u 1 soat deganda bu bosqichdan o'tdi. 9-bosqichda esa mahalliy politsiyani eslatuvchi bir guruh qurolsiz erkaklar o'yinchining yoniga to'plandi va uni hibsga olishga urinishdi. Bu safar uning qo'lida o'qlangan tez o'tar qurol paydo bo'ldi. Nihoyat! Buni anchadan beri kutayotgandim. Doim quroldan o'q uzish hissi qanday bo'lishiga qiziqqanman. U qurolni oldi va dushmanlardan qutulishga urindi. Tirik qolganlari qo'shimcha kuch so'radi va 10 daqiqa ichida ular ham yetib keldi. Kelaveringlar, men esa o'ldiraveraman. Otishma 2 soat davom etdi. Bosqich u hamma erkaklarni va hatto madad kuchlarini ham o'ldirganidan so'ng yakunlandi. 12-bosqich.
ko'rinmas, ammo agressiv bir kuch o'yinchiga hujum qildi. U jismoniy obyektlarni boshqarish kuchiga ega, hatto o'yinchini ham. 7-bosqich kabi bu yerda ham qurol berilmaydi. Quruq qo'l va ko'rinmas dushman? Qanday qilib bu bosqichdan o'tishim mumkin? Qo'llanmaga ko'ra siz 3 ta istalgan buyumni olishingiz kerak. Ular atrofingizdagi hujjatlar, rasmlar yoki taqinchoqlar bo'lishi mumkin. Shuni qiling va keyingi bosqichga o'tasiz. Yuruvchi simulyatorlarni yomon ko'raman. Sinf xodimi ko'rinmas kuch uloqtirayotgan obyektlarga chap bergancha binoni ko'zdan kechirdi. Axiyri u kerakli buyumlarni topdi va ko'rinmas kuch g'oyib bo'ldi. 16-bosqich. 4 ta gumanoid paydo bo'ldi va o'yinchini o'ldirishga harakat qildi. Ular SCP-1315 ning avvalgi o'yinchilariga o'xshash ekanligi qayd etilgan. O'yinchilar menga qarshi, xudoyim, bu borgan sari asabimni buzyapti. Hujumchilar dastlab qurolsiz edi, ammo keyin atrofdagi buyumlardan qo'lbola qurollar yasashdi. Ajablanarlisi shuki, hujumchilar ko'z ilg'amas tezlikda hujum qilishardi. Ularda yana qattiq obyektlardan o'ta olish qobiliyati ham bor edi. O'yinchiga qurol berildi. Uni hafsalasini pir qilgan narsa shuki, bu oddiy durbin edi. Shuncha qiyinchiliklarga qaramay, xodim hujumchilarni durbin bilan tinchitdi. 27-bosqich atrofning o'zgarishi bilan boshlandi. Bosqich boshlanishi bilan o'yinchi o'zini tashlandiq shaharchada ko'rdi. Keyin bir nechta soyaga o'xshash mavjudotlar paydo bo'ldi va unga hujum qilishdi. Shunda xodim tushundi. Agar men juda tez harakat qilsam yoki ko'p shovqin chiqarsam, ular hujum qilyapti. Xudoyim, bu borgan sari jonimga tegyapti. U boshlang'ich joylashuvdan uncha uzoq bo'lmagan maydonni ko'zdan kechirib, maxsus qurol topdi. Bu tayoqcha edi va uni mavjudotlarga qaratish o'yinchiga ularni o'ldirish imkonini berardi. Abrakadabra, nima bo'lsa ham o'lib ket. Tayoqchaning uchidan yorqin nur chiqdi va mavjudotlar juda xunuk tarzda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men kutgandek natija bermadi. Xuddi buni kimdir g'orda o'tirib, obed pulidan yig'gandek. Undan ko'ra o'sha pulni menga danat qilgani yaxshi edi. Nihoyat u 33-bosqichga yetib keldi va rekord qo'ydi. U yer xuddi tropik orolga o'xshardi. Moviy osmon, uzoqda chiroyli sharshara oqib turibdi va cheksiz ko'lamda yashil manzara. Bu yer yoqimli va tanish ko'rinyapti. U borgan sari oldinga harakatlandi. To'satdan uning oyog'i yumshoq nimagadir tegdi. Bu o'lik quyonning qonli jasadi edi. U shokka tushdi va shoshgancha quyondan oyog'ini oldi, ammo muvozanatni yo'qotib qoqilib tushdi. Keyin bu yerda quyondan boshqa hayvonlarning jasadlari ham borligini payqadi. Hatto odamniki ham. Ba'zilari yo'l bo'ylab sochilib yotardi. Boshqalari esa yo'l chetiga terilgan palma daraxtlariga osilgan. Yo xudoyim, nimalarga aralashib qoldim? Menimcha endi ortga yo'l yo'q. U o'ziga dalda berib yo'lida davom etdi. Jasadlardan o'tarkan, uni yo'lini bir o'yin personaji to'sdi. Bu Sonic edi. Lekin nimadir noto'g'ri. Salom, men bilan o'ynashni xohlaysanmi? Men Berkinmachoq. Nima? Tushunmadim. To'satdan uning atrofi do'zax manzarasiga o'zgardi. Ko'z ilg'agan hamma joy olov ichida. Sonic esa hech qayerda ko'rinmasdi. Yo xudoyim, bu yer do'zaxmi? Men o'ldimmi? Keyin Sonicning kulgulari aks sado berdi. Xohlaganingcha yugur, lekin yashirina olmayman. Shundaymi? Bu qanday o'ynalishini bilaman. Iltimos meni o'ldirma. Lekin umrbod qocha olmaysan. Birdan Sonic paydo bo'ldi. Uning ko'zlari qizil yonib turardi va qon tomchilardi. U o'yinchini olovli o'rmon bo'ylab quva boshladi. Xodim esa daraxtlar oralab qochardi va lava oqayotgan yoriqlardan sakrab o'tardi. Oxir oqibat u Sonicdan qochib qutuldi. Yoki u shunday deb o'yladi. Qayerda u? U ketdimi? U shoshgancha atrofga qaradi. Sonic hech qayerda ko'rinmasdi. Ammo u ortga qaraganda Sonic allaqachon uning qarshisida turardi. Uning katta og'zi keng ochilgandi. Tishlari esa ignadek o'tkir. Yo'q, yaqinlashma. Iltimos, o'tinaman. Yo'q. Qo'rqib ketmadingiz degan umiddaman. Har doimgidek videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Kanal kelajagi sizning qo'lingizda. Donatning ko'pi yoki kami bo'lmaydi. Shu bilan birga donat qilganlari uchun mana bu obunachilarimga alohida rahmat aytmoqchiman. Qani endi hamma sizlarga o'xshasa. Iltimos, to'g'ri tushuning. Daromadsiz uzoqqa bora olmaymiz.